2025 Sudzorin yangi avlod avtomobilining timsoli sifatida paydo bo'ldi. U zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kuchli mexanik imkoniyatlarni o'zida mujassam etgan yangi model o'zining silliq tashqi ko'rinishi va aerodinamik shakli bilan avtomobil ixlosmandlarni o'ziga jalb qiladi. Oldi panjarasi kengroq va yorqin LED chiroqlari bilan uyg'unlikda avtomobilga sport ruhini bag'ishlaydi. Yon tomondan oqimli chiziqlar va orqa tarafdagi kuchli spoiler uning zamonaviy xarakterini yanada kuchaytiradi. 2025 Sudzorin saloni esa haydovchi uchun mukammal muhit yaratishga qaratilgan. Boshqaruv paneli to'liq raqamli bo'lib, markaziy ekrani orqali haydovchi barcha tizimlarni boshqarishi mumkin. Katta sensorli ekran multimedia, navigatsiya, ovoz boshqaruvi va telefon sinxronizatsiyasi uchun ishlaydi. Ichkaridagi har bir detal yumshoq materiallardan yasalgan bo'lib, qulaylikni ta'minlashga yo'naltirilgan. O'rindiqlar isitiladigan va ventilyatsiya funksiyalariga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham maksimal qulaylikni beradi. Texnik jihatdan 2025 Sudzorin kuchli dvigatel bilan jihozlangan. Bu model 2,5 litrli turbo benzinli va gibrid versiyada mavjud bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi yumshoq uzatish imkonini beradi va haydash tajribasini yaxshilaydi. Sudzorinning quvvat ko'rsatkichi 250 ot kuchigacha yetadi va u oxdan 100 km soatgacha 7 soniyada tezlashadi. Bu natija uni o'z sinfidagi eng samarali modellar qatoriga kiritadi. Yo'l tutish tizimi, to'liq tortish funksiyasi va ilg'or suspenziya avtomobilni har qanday yo'l sharoitida barqaror ushlab turadi. Xavfsizlik sohasida 2025 Sudzorin yangi avlod haydovchi yordam tizimlariga ega. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqish ogohlantiruvchi tizim, orqa kamera va atrofni 360 darajada ko'rsatuvchi sensorlar bilan jihozlangan. Bozor talabi asosida ishlab chiqilgan bu modelda haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari, yangi Sudzorin gibrid versiyasida regenerativ tormoz tizimi mavjud bo'lib, energiyani tejashga yordam beradi. Shovqinni kamaytiruvchi tizim va zamonaviy ovoz izolyatsiyasi tufayli salon ichida tinchlik va osoyishtalik hukm suradi. Ko'plab avtomobil mutaxassislari 2025 Sudzorin haqida ijobiy fikr bildirishmoqda. Ular bu modelni zamonaviy texnologiyalar, mukammal boshqaruv va dizayn uyg'unligi uchun yuqori baholashgan. Sudzorin brendi o'zining yangi modeli orqali global bozorda raqobatbardoshlikni oshirmoqda va ekologik samaradorlikka alohida e'tibor bermoqda. Shahar va uzoq masofali haydash uchun ideal bo'lgan bu avtomobil qulaylik va tejamkorlikni birlashtiradi. 2025 Sudzorin bu kelajak avtomobili bo'lib, haydovchilar uchun yangi tajriba yaratadi. Siz agar avtomobil yangiliklariga qiziqsangiz va eng so'nggi modellar haqida birinchi bo'lib bilishni istasangiz, Auto Insights kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Auto Insights sizga avtomobil dunyosidagi eng dolzarb yangiliklar, tahlillar va texnik sharhlarni taqdim T2025 7 to emerges as a bold statement in the luxury segment, blending power, comfort, and a hint of off-road capability.